Menimcha ko'pchilik Ozodbek Nazarbekovning mana bu qo'shig'ini sevib eshitgan bo'lsa kerak. Sen bog'dagi yilday sho'x birdam aram olsayding, derlar orzuga ayb yo'q, meni sevib qolsayding. Bu qo'shiqning she'rini shoir Boturjon Ergashev talabalik paytida yozgan va she'rning yaralish tarixini shoir quyidagicha eslaydi. Ko'chirib aytsinlar, qizlar odatda kelishgan, govdali, chiroyli yigitlar yaxshi ko'radi. Biz ahvol shu endi Xudoning berishi, nolimayman bundan. Lekin yaxshi ko'rmagan. Muzaffar tasma qo'lishlash chiqib ketaveradi, siz u bilan chiqib ketaverasiz. Men faqat kitob o'qirdim. Yotoqxonada kitob o'qiyverardim. O'sha paytda yozilgan, sen bog'dagi yilday sho'x birdam orom olsayding, derlar orzuga ayb yo'q, meni sevib qolsayding kabi o'nlab, undan keyin 20 yillardan keyin buni qo'shiq bo'lishi masalan 7 qilib tushungan kirmagan.